Xo'sh, yaxshi. Bu yerdan bizga kerak, albatta bizga Matega kerak. Вот bizga yana telefonimiz kerak. Hammaga salom. Sizlar bilan men Fermer Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar. Biz har doimgidek ertalabdan fermalarni tozalaymiz. Albatta almazning Mategamiz orqali. Xo'sh, nima telefon bo'lyaptimi? Tak, alo. Estrovik, uyg'ondingmi? Ha, janob mer, men uyg'ondim. Nima xizmat? Hozir ekinlarni yig'ishtirishga kirishyapman. Ekinlarni yig'ishtirib bo'lib tez yetib kelgan, kechiktirmagan. Senga bir ish bor, soqqali ish. Xo'sh, yaxshi. Soqqali bo'lsa soqqalida. Hozir men sirazi polizlarni tozalab sizning yoningizga boraman. Bo'pti, gapni chuvalashtirmaganda tezroq kel. Xo'p, yaxshi gapirish o'zgarib qolibdi. Tushunsin, men qandaydir g'alati gapirdim. Misol uchun mana bunday kel, g'alati obunachilar. Shukur, mayli. Tak, obunachilar kelinglar, biz sirazi judayam tezlik bilan mana bu polizlarni tozalab tashlaymiz. Sababi bizda almazning Matega bor. Jin ursin, bizda tilim sepini chiqib ketdi. Mayli, let's go. Atiga bittagina chirigan kartoshka chiqdi. Bu chirigan albatta yomon deb o'ylayman. Sababi bizdan umuman chirigan kartoshka chiqmasligi kerak edi, lekin bizdan chiqdi. Bu juda ham yomon. To'g'rimi, Jitil? To'g'ri. Albatta u eshitgani ham yo'q deb o'ylayman. Tak, obunachilar, kelinglar biz nimaga gaplashib ko'ramiz. Janob mer bilan hozir soqqali ish bor deganiga men sirazi uni uyiga boryapman. Yo'q, mana bu yerda nima balo? Wow! Jitil, hozir mana bu Jitildan so'raymiz. Voy, qishloqi, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bilmayman, ertalab qarovchi bitta millioner keldi-da, mana shularni qo'yib ishchilarga qo'ydirib o'zi meni yoniga kirib ketdi. Tushunarli. Yo'q, bu yerda hammaylik keyinroq ko'ramiz. Hozir bo'lsa mer bilan gaplashishimiz kerak, podpischilar. Axir biz qishloqdagi yagonagina player biz. Xo'sh, janob mer kirsam bo'ladimi? Albatta, kira qol. Xo'sh, janob mer, bu gapirish bu sizga umuman yarashmayapti. Sizga aytsam, umuman bunday gapirmaganingiz ma'qul deb o'ylayman. Sababi sizga umuman yarashmayapti. Mayli, hazilni yig'ishtiramiz, ortingga qara. Yo'q, Jonursun, yo'talib ham qo'ymaysizmi, millioner brat? Ha, yutalish esimdan chiqibdi-yu. Ha, yutalish esingizdan chiqibdi. Hammaylar sizni plyus ko'p, sizga hamma narsa yarashaveradi. Siz millionersiz, tishlaysiz ham oltindan. Nima, sen tishini yuvmaydi, sariqda ish deb masxara qilmoqchimisan? Yo'q, zinhor. Mayli, podpischilar, aybga buyurmaysizlar. Shunchaki obuna bo'lib qo'yasizlar, aytdik-ku. Xo'sh, bo'lmasam janob mer aytgancha sizga ekinlarni berish esimdan chiqibdi. Xo'sh, mana sizga ekinlar vot olishingiz mumkin. Xo'sh, endi menga qanday ish bor edi? Qarochi, mana shu janob millionerimizga bitta qishloqdan do'konchani moslashtirib qurib berishi kerak. Ana u yerdagi qizil oq bilan belgilangan joyni ko'ryapsanmi? Mana bu yermi? Ha, aynan o'sha yerda janob millioner sotib oldi. Yonida buyumlar turibdi. Yaxshikda esa qarochi bloklar turibdi. Instrumentlarni o'zingnikini ishlatasan, biz senga yangisini beramiz. Tak, qarochi o'shalarni qilib, takoq qilib qurib bersang, millioner seni rozi qilishar ekan. Albatta, do'kon zo'r bo'lishi kerak, ham impo bo'lishi kerak. Tushunarli. Keyin janob millioner, men sizni tushundim. Albatta rozi qiladigan bo'lsangiz, men albatta magazinni qurib beraman. Nega yo'q ekan? Xo'sh, kelinglar, derazani ham ochib qo'yaymi? Issiqdan ochiq havoda maza qilib nafas olib o'tirasiz. Ha, seni bu gaping menga yoqdi. Bo'pti, Estrobek, bora qolgan. O'zi nega bu ishni menga buyuryapsiz? Mendan boshqasi yo'qmi? Hozir o'zing tashqarida nima deyotgandek, mendan boshqa player yo'q, bu qishloqda deyotgandek-ku. Mana shu seni savolingga javob. Albatta, yaxshi, keling derazani yopib qo'yamiz. Unday bo'lsa, janob millioner, xayr, xo'sh. Men bo'lsa ishga kirishdim. Omad, xo'sh, yaxshi, rahmat. Ko'rishlar mumkin obunachilar, bizga yana yangi ish, yana yangi sarguzasht. Endi bo'lsa mana bu yerga biz o'sha millioner bilan kelib magazincha qurib bersak, bizga ya'ni normalniy soqqa berar ekan. U soqqa normalniy bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, yaxshi, unday bo'lsa kelinglar biz sirazi ishga kirishib ketamiz. Mana bu olama olchami, xo'sh.
Gul berdim tikonsiz, o'ynab bering jitillar kabi. Xo'sh, mana bular senga sovg'a chin dildan. Ko'rding tiq bularni musorga tashavvor ahmoq nimaga menga beryapsan? Shunchaki hazillashib beryapman. Xo'sh, obunachilar kelinglar, endi bularni biz mana bularni ko'r Yo, mashinaga tegib ketib qoldim. Sorry bro, let's go. Короче, xo'sh, bu yerda bizni ekinlarim, ekin deyman, mana bu sotiladigan narsalar, wow, tort obunachilar. Oxirgi marta tug'ilgan kunimda bunaqasi ekan. Umuman men bunaqasi Minecraftda albatta. Va bizda bu yerda kolani idishi va bizda bu yerda bu menimcha plastik karta to'lov, bu bo'lsa nima edi? Oti esimdan chiqib qoldi. Bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Let's go. Hozirroq. Xo'sh, obunachilar kelib bu yerda musor idish balobatlarlar va bizning yashigimizda wow! Ko'rishingiz mumkin bloklar. Xo'sh, nice skinlar bularni hammasini olib olamizda birdaniga uyga borib instrumentlarni olib kelamiz. O'z avvalambor xato qilmaslik kerak, lekin mabodo xato qilib qolsak, uyga borib instrumentni olib kelishga vaqt ketadi. Shuning uchun ishni boshidanoq instrumentlarni olib olganimiz yaxshi deb o'ylayman. Xo'sh, okay, nice bo'ldi. Bizdan nima ketdi axir? Shunchaki nima desam bo'ladi? Olib oldik. Xo'sh, bu Mark Bratanning uyi. Yo, salom. Ochiq havo kirib tursin, eshikni ochib qo'ydim. Yop eshikni ahmoq. Xo'sh, yaxshi. O'z bexosdan ochilib ketdi Minecraft. Qo'lim yeb ketib. Xo'sh, hammanglar bunachilar bu joyga ahamiyat bermaysizlar. O'zi oxirgi paytlar ahmoq bo'lib ketyapman, sababi bilmayman qanaqangi qiloqlar qilyapman. No, давайте let's go. Bo'lmasam biz kimlar birinchi o'rinda qurishni boshlaymiz. Eshigini qayerga quramiz? Birinchi o'rinda bu o'rinlik savol deb o'ylayman. Eshigini kelinglar, mana shu yerga qursam, chiroyli chiqadi deb o'ylayapman. Albatta mana ishni boshidan xato, bu juda ham yomon deb o'ylayman. Shuning uchun xato qilmaslikka harakat qilamiz. Va ko'rishingiz mumkin bizning ishda xato kam bo'lyapti. Albatta obunachilar bu yaxshilikka deb o'ylayman. Let's go. Albatta shu joyga kanalimizga obuna bo'lib, videoga like javob bera olmasligim mumkin, lekin men albatta kafolati bilan javob qaytaraman. Let's go obunachilar. Albatta oxirgi 1 oy ichida yana 1 yildan keyin kommentariy yozib turib menga javob qaytarmadingiz. Sizlar xafa bo'lgan bo'lar edim obunachilar, to'g'risini aytsam, chunki 1 yildan keyin bu kanal manda bo'ladimi, yo'qmi, yoki 1 yildan keyin bu videoni kommentariyasi eskirgan bo'ladi obunachilar. Sababi nimaga desanglar, 1 yildan keyin agar shu kanal turgan bo'lsa, bundan keyin yuzlab videolar chiqqan bo'ladi. Shuning uchun sizlardan so'rab qolaman. Просто tak shu 1 oy ichida yoki 1-2 oy o'zim ham bilmayman, taxminan aytyapman. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar degan umiddaman. Yo'lga tushib ketdim. Mana buni tozalagan odam yo'qmi ekan? Sorry obunachilar, biladi o'rdim. To'g'risi hazil albatta. Bu joyni kesib tashlayman. O'sh, короче, obunachilar, bu joyni tozalaydigan odam yo'qmi ekan ham deb o'ylab qolganman kundan kunga, chunki bilmayman, mana shu muzorxona bu yotibdi. Hayronman, подписчиклар, hayronman deydi. Let's go. Xo'sh, nice. Ona голове подымай. Obunachilar, mayli, o'zim bachkanaligim tutib qolyapti. Gap qolmagandan keyin shu obunachilar videomiz o'zi cho'zilib ketdi deb o'ylayman, chunki ancha minut bo'lib qoldi. Sababi bilmayman, magazin quryapmiz, lekin hech aniq bo'lmayapti, videomiz tugamayapti. Shuning uchun shuncha vaqtga yana obuna so'rayman men obunachilar. O'zim ham obuna so'rab charchab ketdim. Odam hisobini qo'ying, jigar endi. Jigar tepadishiga bosib. Hamma obunachilar albatta obuna bo'ldingiz. Bo'ldi, men ham obuna bo'ldim. Let's go. Uni bo'lsa biz sigmalar ham jamiyati. Let's go. Davay obunachilar. Xo'sh, endi bo'lsa mana shu yerdan tak. Хорошо. Вот это хорошо. Eskiklar mana hamma narsani oldim. Endi bo'lsa biz bularni joylashtirib chiqishga navbatni beramiz. Nice. Так, хорошо.
Buni bo'lsa mana shuga qo'ysak, yana bo'lsa ko'ladi ishi. Buni o'zi mana shuga qo'yamiz. Ularni bo'lsa tashqariga o't imida. Wow, plus aura mi imba plus. Короче, ish qilib o'sha obunachilar let's go. Endi bo'lsa mana buni tak. Mana bu muzor idishlarda endi bo'lsa yerga va buni mana shunday qilib qo'ysak, wow, obunachilar wonderful, obunachilar juda ham go'zal chiqdi. Hurmatli kelinglar. Tak, mana shu yerga qo'yamiz. What it imini chiroyli obunachilar, juda ham chiroyli chiqdi. Menimcha magazinimiz sizlarga albatta yoqqan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Endi bo'lsa men buni Jeromer bilan millionerga aytaman. Tayyor bitta magaziningiz deb va men qolgan pullarni ham olaman. Sizlar bilan men fermer Minecraft bo'ldim. Keyingi videogacha xayr. Let's go.